Diqqat, xalq tezkor xabar. O'zbekistonning barcha hududlarida yaqin 10 kun ichida 14-23 avgust kunlari quruq va quyoshli va issiq yoz ob-havosi davom etadi. Hech qaysi hududda yomg'ir kutilmaydi. Hududlar kesimida o'rtacha kunduzgi va tungi haroratlar quyidagicha bo'ladi. Hududlar bo'yicha 10 kunlik prognoz. Toshkent shahri, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo harorati kunduz 35-40 daraja bo'ladi. 14-15 avgust eng issiq kunlar bo'ladi. Keyin harorat 2-3 darajaga pasayadi. Kechqurun esa +21-+24 daraja atrofida bo'ladi. Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari vodiy. Havo harorati kunduz +34 daraja, +38 daraja. Barqaror issiq va ochiq havo bo'ladi. Kechqurun esa +21-+24 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo harorati kunduz +37, +42 daraja atrofida bo'ladi. 14-avgust kuni eng yuqori issiq +42 darajagacha ko'tariladi. Kechqurun esa +22-+25 daraja atrofida bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati kunduz +34 daraja, +38 daraja atrofida bo'ladi. Kechqurun esa +19-+23 daraja atrofida bo'ladi. Hech qanday yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo harorati kunduz +39 daraja, +43 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning eng issiq hududlari bo'lib qoladi. Kechqurun esa +24-+27 daraja atrofida bo'ladi. Hech qanday yomg'ir kutilmaydi. Umumiy ob-havo xususiyatlari: yog'ingarchilik butun mamlakat bo'ylab 0% ehtimollik bilan mutlaqo quruq havo bo'ladi. Shamol 16-17 avgust kunlari janubiy va cho'l hududlarida Buxoro, Navoiy, Surxondaryo viloyatlarida shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to'zonlar hosil qilishi mumkin. O'zbekistonda kelgusi 10 kun davomida qanday ob-havo kuzatiladi? O'zbekistonda Toshkent misolida yaqin 10 kun ichida issiq, ochiq va quyoshli ob-havo kuzatiladi. Yomg'ir kutilmaydi. 10 kunlik ob-havo prognozi. 14-avgust juma kuni havo harorati kunduzi 39 daraja, kechqurun esa +24 daraja bo'ladi. Havo holati juda quyoshli bo'ladi. 15-avgust shanba kuni havo harorati kunduzi +39 daraja bo'ladi, kechqurun esa +25 daraja. Havo holati ochiq havo bo'ladi. 16-avgust yakshanba kuni havo harorati kunduzi +40 daraja bo'ladi, kechqurun esa +25. Havo holati issiq va shamolsiz bo'ladi. 17-avgust dushanba kuni havo harorati kunduzi +38 daraja bo'ladi, kechqurun esa +25 daraja. Havo holati quyoshli bo'ladi. 18-avgust seshanba kuni havo harorati kunduzi +35 daraja bo'ladi, kechqurun esa +25 daraja. Havo holati qisman bulutli bo'ladi, yomg'ir kutilmaydi. 19-avgust chorshanba kuni havo harorati +36 daraja bo'ladi, kechqurun esa +24 daraja. Havo holati ochiq havo bo'ladi. 20-avgust payshanba kuni havo harorati kunduzi +37 daraja bo'ladi, kechqurun esa +24 daraja. Havo holati quyoshli bo'ladi. 21-avgust juma kuni havo harorati +38 daraja bo'ladi kunduzi, kechqurun esa 25 daraja. Havo holati ochiq havo bo'ladi. 22-avgust shanba kuni havo harorati +38 daraja bo'ladi, kechqurun esa +25 daraja issiq bo'ladi. 23-avgust yakshanba kuni havo harorati kunduzi +39 daraja bo'ladi, kechqurun esa +26 daraja. Havo holati ochiq havo bo'ladi. Muhim ko'rsatkichlar: yog'ingarchilik ehtimoli 0%. Barcha kunlarda havo quruq bo'ladi. Shamol tezligi 5-7 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi kunlarda biroz kuchayishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.